Selam dostlar. Bugün biz Misr bo'lib Jahon chempionatini yutishga harakat qilamiz. Qani, unda olg'a. Birinchi o'yinimiz Meksikaga qarshi bo'lar ekan. U yerda meksikalik Jimenez bor. Jimenez. Oy. Oy, qo'yda buzib qo'ydi. Salah. Stop. Salah hujumda emas ekan. O ana do'stlar. Men yoqtirgan futbolchi hujumchi. Qanday hujum bo'ldi hozir? Hozir gol urib ketishi mumkin edi. Meksika o'ta kuchli o'ynayapti do'stlar. Bunaqada mag'lub bo'lmasam bo'ldi. Oy. Hali qiyin o'yinlar kutmoqda. Finalga chiqib olsak. Finalda o'ta kuchli jamoalar bilan o'ynaymiz. Hozir Trezeguetdan pas. Lekin u yoqda hech kim yo'q ekan. Hegazi Mohamed shu yerdan tepib ko'rdi. Darvozabondan seyf. Oy. Bunaqa jahon chempionatini yutolmaymiz. Hali qiyin o'yinlar bor. Portugaliya bo'lishi mumkin. Argentina bo'lishi mumkin. Oy, qo'yda buzib qo'ydi. Ehtiyot bo'lib o'ynash kerak. Qizil kartochka olmasligi kerak hech kim. Oy, hozir qanday qilib to'pni ola olmadi? Shuncha futbolchini aldab o'tib ketdi. Oxir jarima to'pi ishlab oldi Hegazi. O'ynab ketdi sherigi bilan. Oy, hozir qaychi uslubida tepgandi. Oy yo'q. Hegazidan ajoyib himoyalandi. Meksikani ustunligida o'tdi birinchi taym. Endi ikkinchi taymda boshlashdayoq Salah jarima chizgisi tashqarisidan zarba berdi. Darvozabon qaytarmoqda. Oy, bu qanday o'yin? Meksikaga qarshi ham shunday o'ynaymanmi? Qiyin bo'lar ekan-da demak. Hegazi. Groma qo'yib yuborishdi. Shanva ikkinchi marta o'yinda qutqardi. Mo Salahga yetib bormayapti to'p. Yo'q. Zo'r ish qildi. To'pga o'ynading muhimi. Endi u to'pga o'ynamadi. Mana shunaqa Meshidan tepib ko'ramiz. Darvozabon. Oy, darvozabonga qiyinchilik tug'dirdi menimcha. Menimcha tug'dirdi qiyinchilik. Erney hatto Hegazi. Elmey xatosini to'g'riladi, lekin Salah sariq kartochka bilan jazolandi. To'xtanglar, men o'yinchi alishtirmasam bo'lmaydi. Hujumda alishtiramiz. Trezeguet o'rniga tushadi. Endi yutish kerak-da bu o'yinda. Bu jahon chempionati. Yo'q. Oy. Darvozabon o'yin qahramoni. 100% darvozabon o'yin qahramoni. Misr endi hujumga o'tib ketmoqda. Fint qildi. Fathini patkat bilan to'xtatishdi. Afrasha. Hop. Voy. O'yin 0-0 hisobida tugadi do'stlar. Do'stlar, ikkinchi tur Islandiyaga qarshi ekan.
Mayli, qani boshladik. 4-3-3 sxemasida. 4-3-3 sxemasida o'yinni boshladik. Trezeguet, Mohamed, Saloh. Saloh qilish kerak edi. Mana Saloh! Gol! Mohamed Salohdan assist. Driblinglar qilib, oxiri pas berganda sherigi Mohamed adashi gol urmoqda. Mo Salah, Elneny, Hamid, Harmidi, Elbek derdi. O'zbek bo'lganda. Yo'ppali. Mohamed. Oy, fintlar o'xshamadi, lekin Mo Salohga berdi. Mo Salah qo'yda buzildi. Shaydan tepib ko'ramiz, yumshoq chiqdi. Lekin aniq bordi. Harmidi pasni qattiqroq bersang bo'lmasmidi? Hegarzi Voy, Saloh, orqada senga nima bor? O'zingni pozitsiyangda o'yna, Mo Salah. Seni pozitsiyang emas yo'q. Mana sal kuchliroq berish kerak edi bu yerda. Meni aybim. Yana bir marta Salohdan pas. Bu safar yengil chiqib qoldi. Yo'q, Saloh hali hujum tugamadi do'stlar. Hop. Trezeguet, Mohameddan zarba, darvozabondan o'ta chiroyli bo'lmagan seyf va Saloh uzatib berdimi? Hozir mana bu futbolchi ikkinchi qavatda zo'r o'ynar ekan, lekin driblingi rasvo ekan. Saloh, Mo Saloh, to'pni ol. Qo'yda buzilmadimi hozir? Voy, Saloh qayrilishga ulgurmadi. Hegarzi qo'yda buzib qo'ydik. Salah. Voy, qo'yda buzildi. Bu yerdan ham Salohni oshirga Muhammad Saloh Afrish Hergazi Oy, qanday ishonch bilan Salohga joy pas. Saloh yetib bora oladimi? Yo'q. Hamid Mohamed. O'yin tugadi. Video ham shu yerda tugaydi.